Bugun 4-avgust, haftaning seshanba kuni Aka-uka servisda bugun nechta ruloviy kolonka keladi, nechta komplekt amortizator almashtiriladi. Bitta ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hop, birinchidan boshlaydigan bo'lsak, mana shu Cobalt kelgan. Cobaltimizni mana ruloviylari yechib, bitta barmoqda buriladigan qilib, tagidan taraqlamaydigan qilib yig'ildi. Xudo xolasa joyiga taqvoramiz. Plus 4 ta amortizatorlar bilan chashkalarni qo'yib, mashinani yumshoq darajaga olib kelib beryapmiz. Yana plus bunga salondagi o'qini ham yechib olib turib, o'ynagandagi tirqlashini yo'qotib berdik. Ikkinchi mashinamiz bu Gentra. Bu Gentraga ham 4 ta uslinli amortizator, uslinli chashkalar bilan plus ruloviy kolonkalar yechilgan. Rulovilari mana bu yoqda o'sha ochilyapti. Buni ham bitta barmoqda buriladigan qilib yumshoq qilamiz. Uchinchisi mana bu Cobalt. Bu Cobaltimizning rulovilari yechilgan. Buni ham hozir bolalar chervoylarini tayyorlashyapti. Xudo xolasa buni ham bitta barmoqda buriladigan va konserner yoqqanda ham taqlamaydigan qilib yig'ib beramiz. Bu mashinalardan keyin ham yana mashina keladigan bo'lsa, ularni hammasini qo'shib bitta qilib video qilib sizlarga ko'rsataman. Xo'p, xudo xolasa birinchi Cobaltimiz tayyor bo'ldi. Rollari cho'tki yumshoq, hadovoylari ham yumshoq bo'lib tayyorlab egalariga topshiramiz. Gentramizning rulovilari joyiga qo'yib yig'ilyapti, tayyor qilindi. Xo'p. Mana bu Cobaltimizniki ham tayyor, joyiga yig'ilyapti. Yana bitta Cobaltimiz keldi, 01 partiyada. Xo'p, buni ruloviy kolonkalari mana. Xudo xolasa buni ham rollarni yumshatamiz, tirqlashlarni yo'qotamiz. Birinchi rulovoy, ikkinchi rulovoy, uchinchi rulovoyimiz ham tayyor. Qani rolni birinchi aka? Yumshoq bo'lib qoptimi? Cho'tki bo'lib qopti, xudo xolasa. Zo'ra. Xo'p, 4-01 partiyadagi Cobaltimiz rulovoy ham tayyor, joyiga 20 minutda qatirib yuboramiz va yana bitta Cobaltimiz yetib keldi. Buni hadovoychaslarda plus ruloviy kolonkalarda kamchiligi bor, xudo xolasa ko'rib olamiz. Bu Cobaltimizda kamchiligi ruloviy kolonkasida muammosi yo'q. Faqatgina 4 ta amortizator, arqa prujina mana sinib ketgan. 4 ta amortizator qo'yildi, plus chashkalari ezilib qolgan. Jem original chashkalarda qo'yib beryapti xudo xolasa. Bu Cobaltimizga ham 4 ta amortizator, buni ruloviy kolonkasi bo'ldi. Plus oponiy disklarini chaqlab, kalotkalarni qo'yib, xudo xolasa mashinani ikkalasini ham ideal holatda yumshoq qilib, yangi zavoddan chiqqanchalik darajada yumshoq qilib beramiz xudo xolasa. Bugungi kunimiz 4-avgustda soat 3 gacha, ya'ni 15:00 gacha amortizator ruloviy bo'lib ketdi, ko'rdilaring. Xo'p, 3 dan keyin boshqa ishlarni qildik. Qaranglar, bu yerda 1 komplekt Gentra oldi arqa, 3 komplekt Cobalt oldi arqa krugovoy, 2 komplekt Damas oldi arqa krugovoy, plus chashkalari bilan qilgan ishlarimiz bugun 6 komplekt mashinani arqa oldi amortizatorlarini alishtirib berdik. Xo'p, bizda vaqtdan yutganimiz o'zidan yechilganlarda olib qolamizda. Akam ertalabdan yana mana shunaqangi holatda qilib, cho'tki qilib tayyorlab tashlaydi. Yana buni olib chiqib amortizator ketib qolgan mashinalarga zaminga alishtirib, yana o'zidagini olib qolib remont qilib qo'yaveramiz. Mabodo sizlarga ham amortizatorlar kerak bo'lsa, O'zbekistonda xohlagan joylarga dostavka qilib yoki o'zimizda kelib qo'ydirib ketishlaringiz mumkin. Xullas, 6 komplekt amortizator plus 4 ta mashinani rulovilarini bitta barmoqda buriladigan qilib, rollarni tarqamaydigan qilib yig'ib berdik. Mabodo sizlarda ham hadovoy, ruloviy amortizatorlarda muammolar bo'lsa, bizga kelinglar, xudo xolasa sizlarning ishlaringizni sifatli qilib bajarishga biz harakat qilamiz.